Biz mana bugün Astana'dan 25 kilometr neri turduğan Alжир namlıq memorial muzeyiga kelip, işçilerge kirip, çoğunqur bir təsiratlar bilen çıktık. Ben bu yana keldim beri körüşnü məqsəd qılan, mana bugün bana buyuruptu. Alжир degen, üzаңla bilsizler, Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Mana buya faqat muzey emas, bu mыңлыган begona ayollarning ko'z yoshi singan muqaddas bir xotir makon. O'tgan asrning 37-yilidan boshlab bu yerga yo'ldoshi xalq dushmani deb ayıplangan ayollarni ep kelibdi. Ular hech qanday jinoyat o'tkazmagan, faqat oilasi uchun, yo'ldoshi uchun jazolangan. O'ylab beqma, mana bunu kichik vagonga 70-80 ayol tiqilib, mыңлыган chaqirim yo'llarni besib, mushu sahrolarga ep kelingan. Qahriton qishlarda, ocharchilikda, ümidsizlik ichida yashagan bular. Keyin 200-300 ayol bir barakda yashashga majbur bo'libdi. Ularning kundalik hayoti ig'ir emgak, ocharchilik, kasallik ham farzandlarining dadi bilan o'tgan. Ko'pligan onalar bag'ridagi narsidlar bilan kelganka. Ammo ularning hammasi farzandini bag'rida saqlab qolamabdi. Ba'zilari ocharchilikdan o'lib ketgan, ba'zilari so'g'dan, ba'zilari kasallikdan ballarını yo'qotgan. Bu lagerda mana 60'dan oshiq millatning ayollari azob chekibdi. Ularning orasida xalqimizning danliq arboblarining ayollari bo'lgan. Mana shularning qatorida dunyoga mashhur balerina Maya Plisetskayaning onasimi mushu yerda yashagan ekan. Bu yerda yana danliq rejissyor, Ballar teatrining asosini sog'uvchi Natalya Satsning ismini uchratdik. Alжир bizga shuni eslatadiki, zulmning millati bo'lmaganidek, mehr muhabbatning millati bo'lmaydi ekan. Muzeyda aytiladigan hikoya bo'yicha Mashadagi yerlik qozoq ballari bilan ularning onalari ocharchilikdan holsizlanib ketgan ayollarga yo'shurun holda qurutlarni berib, shularni o'limdan saqlab qolgan deydi. Kichik balla qurutlarni avu vagonlarga qartib atgan. Ayollar, tutqunlar u qurutlarni boshda tushunmagan bo'lsa, keyin yerdan terib, yeb ashuningdan oziqlangan. Begona siyosiy taqiblashlar qurbonlarining ruhi oldida bosh egaylik. Ular tatgan azobni hech qachon unutmaylik. Do'stlar, agar yo'linglar tushib, mushu Astanaga kelib qolsanglar, cho'qim ballaringlarni, navirlaringlarni mushu Alжир xotira muzey kompleksiga ep kelinglar. Tarixni kitobdan o'qish boshqa, uni mushundaq muqaddas joyda qalb bilan his qilish boshqa bo'ldi ekan. O'tganlarni unutmaydigan xalqning kelajagi mustahkam bo'ldi deydi.